Yaxshimi, sağ yaxshimi. Obunachilarga salomlar bering. Obunachilarga salomlar bering. Assalomu alaykum. Bu aytalar yaxshimizlar, chaqqanmizlar. Like bosib versizlar, aytaversangiz. Like bosib versizlar. Uylarimiz mahalla ajoyib. Mahalla zo'rmi bu? Ajoyib zo'r. Cho'tkimi? Ajoyib. Yashashnichi? Yashadim bu. Ishi domnichi, ishi. Bu dommi? He. Unda endi yashab ko'rsak bilamiz. Lekin yaxshilab maqtab tutdilar. Qurilishini chigadi shu yerdansiz. Lekin ajoyib. Ina. Aytingiz. Gazı suydan mezi bor edi, ajoyib. Siz shu yerdansiz, yashash qurilishini chigadi. Nodan qurildi? Tushgan karushdan. Shakarishdan qurildi. Ajoyib zo'r. Gap yo'q. Uyingiz shu yerda sizni. Uyim shu yerda bor. Shu elatni odamlari aytib turibdi, hurmatli obunachilarimiz. Stansiya xalqi zo'r bu. Shavotni eng tadbirkor, mehnatkash xalq ham shu stansiyalar bo'ladi. Nechun desa bular pul nerda bo'lsa, stansiyalar shu yerda bo'ladi deb aytadilar. Obunachilar Belanz Paxtakor mahallasida deb aytiladi. Yo'l necha yo'l? Yo'lingni ajoyib. Bu yo'l xudo xolosa 2027-yili polni dasturga kiritilganda, endi videolarda chiqarganda oyoq tiyindagi yo'lni ham ko'rsatdi deb aytadilar. Endi men dasturga kiritilgan, qachon bo'lajak sanasi ma'lum bo'ladigan bo'lsa, men uni qilish kerak deb ko'rsataveraman mana. Qachon qilish kerak bo'lsa, shu vaqt qilinadi. Ajoyib bo'ldi, ko'pirdan shavot ko'pirdan zo'r bo'ldi. Bir chetdan kelayotir xudo xolosa. Temir yo'lni ko'pirdan xudo xolosa remont bo'ladi. Bu da temir yo'lni ko'pir ham xudo obunachilar yana bir yangilik aytib o'tayim. Temir yo'lni ko'pir ham xudo xolosa ta'mirlanadi bir chetdan. Ko'pir yana buzilib, xuddi shavot ko'pirni ta'mirlagandek, bu yerdan ta'mirlar xudo xolosa. Bu zo'r yangilik. Bu yo'limiz 2027-yilgacha polni 2027-yilni 6-7 oygacha bu yo'limiz Urganchgacha ta'mirlanishi kerak. Mana bu ko'pirlar buziladi, avval qilinadi. Endi oyog'ing teyindagi yo'lni ko'rsat deyishdan foyda yo'q. Qilinjaq vaqtida qilinadi. Men ko'rsatgan bilan ham baribir qilinadi. Demak, temamiz bu haqida emas, asosiy bizning mavzumiz ina bu yerda 5 qavatli uy solingan. 5-etaj bilan 1-etajda 3 xonali bilan 2 xonali uylarimizda 2 ganasi bor. Hozir aksiyada turibdi. Hozir sizlarga shu uyni ko'rsatishimiz maqsad. Prosta videoga birdan like bosib turinglar. Stansiya Paxtakor mahallasida joylashgan. Ina shu uyimizni sizlarga obzor qilamiz. Avvalam ko'rsatmadik, ko'p uylarimiz sotildi, faqatgina 2 gina joyimiz qoldi. Ketdik. Bu yon tarafda tekstillik fabrikasi, bu yerda paxta zavod, bu yon tarafda maktab, bog'chalar bor. Bu yon tarafda Shavot O'zbekiston 19 bog'lab turuvchi chorraha bor. Bu yon tarafda to'g'ri Urganchga Gullana boradigan yo'llar ham shu yerda bor. Shu domning orqasida esa Arab bobo jami masjidi bor. Xullas, ina shunday yerdan kim joy sotib olib yashashni xohlamaysizlar. Turgan yerimizda 5-qavatda turibmiz. Aynan bu yerda 5-qavatda va 1-qavatda uylarimiz sotib chiqdi, hurmatli obunachilarimiz. Bu yerdan joy sotib oladigan bo'lsangizlar, to'g'ri hozirgi vaqtda ko'p domlarga gaz bermay turibdi. Aynan ina shu yerda gaz bor. Svetdan problem yo'q, suvdan muammo yo'q, hamma sharoit bor. Yashash uchun novu sharoit bo'lsa, hammasi aynan ina shu domda bor, hurmatli obunachilarimiz. Nima uchun desa, bu domda joylarimiz sotuvda, sizlar aytganimizdek, aynan ina shu yerda 2 xonali, 3 xonali uylarimiz sotuvda turibdi. 2 danasi bor, ko'p emas, 2 gina uy joyimiz qoldi, hurmatli do'stlarimiz bu yerdan. Ya'ni hozir aksiyada bizning nomimizdan aytib keladigan bo'lsangiz, masalan, 3 xonali uyimiz 330 million so'm bo'ladigan bo'lsa, bizning nomimizdan aytib kelsangiz, 320 million so'mga sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu degan 10 million so'm foyda sizniki bo'ladi. 320 million so'mning ichida joyingiz shpagulobga qilinib beriladi. Kerak bo'ladigan bo'lsa, otaplangan turbalardan bular o'zlarining hisobidan qilib beradi. Siz 320 million so'mni to'lasangiz bo'ldi. 2 xonali joyimiz ham bor. 2 xonali joyimiz 275 million so'mdan sotilib turadi. Aynan bizning nomimizdan aytib keladigan bo'lsangizlar, sizlar uchun aksiya 265 million so'mdan sotib qo'yib beradi. Bu degani 10 million so'm sizning foydangizga qoladi.